Assalomu alaykum. Men mana shu Ravshanbekov Abdunazarbekni buvasi bo'laman. Bugun mana nevaram sifir imtihonidan B2 natijaga erishdi. Imtihon topshirib, biz juda ham xursand bo'ldik. Bu yutuqlari zamirida juda ko'p insonlarning mehnati yotibdi. Biz buni juda yaxshi bilamiz. Avvalo ota-onasiga, shu yerda ishlayotgan, shu yerda ta'lim bergan ustozlariga ming marta o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan buyog'iga ham nevaramdan yana bundan ham yuqori natijalariga erishib qolishiga tilakdoshman. Bu yerda shu Unik o'quv markazida mana shu natijaga erishganidan men juda ham xursandman. Qolganlarga ham shu o'quv markazida o'qib, shunday yuqori natijalarni olishiga tilakdoshman. O'g'limga, nevaramga yana bundan buyog'iga undan ham yuqori natijalarga erishishiga tilakdoshman. Ota-onalariga rahmat, shu yerda o'rgatgan ustozlariga rahmat, shunchalik darajaga olib qo'yganiga rahmat. Yana bundan keyin ham chiroyli sharoitlarni yaratib, issiq xonalarni yaratib, mehnat qilayotgan mana shu Unik o'quv markazini ishchilariga, o'qituvchilariga, ustozlariga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman.